Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Xo'p, ashabul fil, ya'ni abobil qushlari haqida so'rabsiz, ya'ni fil egalari haqida. Xo'p, bunga qisqacha to'xtalib o'tib ketaman. Bu voqea Qur'oni Karimda Fil surasida shunday zikr qilinadi. Alam tara kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil. Ey Muhammad, Alloh, ya'ni seni Robbing fil egalarini qay holga solganini ko'rmadingmi deydi. Ya'ni bu ko'rmadingmi degan so'zdan shu narsa ma'lum bo'ladiki, bu bir tarixiy voqea edi. Buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va ana shu arablar yaxshi bilgan. Shuning uchun arab tarixida amul fil, ya'ni fil yili deb bir ana o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tug'ilgan yilni, payg'ambarimiz tug'ilishidan 1 yil oldingi yilni fil yili deb mashhur bo'lgan, ya'ni tarixiy bir voqea bo'lgan, fil yili deyiladi. Nimaga u payg'ambarimiz tug'ilishidan oldingi 1 yil fil yili deyilgan? Chunki Ka'bada oldin Ka'bani turli din vakillari ziyorat qilardi. Xristianlar ham, ya'ni nasroniylar, yahudiylar, mushriklar ham. Bu Ka'ba qandaydir boshqa dinlar uchun ham muqaddas edi. Qur'onda bir oyat nozil bo'lgan. Endi Ka'baga, Makkaga mushriklarni kirgizmanglar degan oyat nozil bo'lgunga qadar boshqa din vakillari ham Ka'bani kelib ziyorat qilib turgan. Ular uchun qandaydir muqaddas, chunki ular ham Ibrohim alayhisalomni payg'ambar deb bilgan yahudiylar, Ismoil alayhisalomni qabul qilganlari ham bo'lgan ularning ichidan payg'ambarligiga. Mushriklar ham ibodat qilasdi va u Ka'ba qandaydir boshqa dinlarga ham bir muqaddasdi, shuning uchun ko'p ziyoratlar bo'lar edi. Yamandan bir Abraha degan bir podshoh bo'lgan. Bu kuykadi mana shu arablardagi bu Ka'baga va bir ibodatxona quratdi va xalq odamlarni shu yoqqa ziyorat qilishlikka chaqiradi, o'zi qurgan ibodatxonaga. Shunda makkalik bir qancha odamlar ana o'sha Abraha qurgan ibodatxonaga borib nojo'ya ishlarni qilib kelishadi, bir hurmatsiz ishlarni qilib, musurlarni, shunga o'xshagan axlatlarni tashab behurmat qilib qochishadi. Abraha shuni sabab qilib, g'azablanib, bir yo'li Ka'bani yo'q qilib yuborishlik uchun, binolarni buzishlik uchun ishlatiladigan fillarni olib keladi. Ya'ni fil deganda butun qo'shin fillar bilan kelgan degan narsa yo'q. Faqatgina shu binolarni buzishlik uchun ishlatiladigan bir qancha fillar. Bu fillar ana o'sha Afrika tomonlaridan arablarga, yamanlarga olib kelingan. Va bu Ka'bagacha kelgan bu fillar arablarga juda bunday makkalik arablarga g'ayrioddiy tuyulgan, chunki u yerlarda issiqlik sabab fil kam uchrardi-da. Oshiqcha issiqlik sabab va qurg'oqchilik ko'p bo'lishlik sababdan fil suv ko'p ichadi. Shu sababdan ham u yerlarda fillar kam ko'rinardi va makkalilarga bu juda g'ayrioddiy tuyulgan. Shu sababdan ham bu mashhur voqea bo'lib tarixda saqlanganki, ya'ni fil yili, ya'ni makkalilar o'sha yili fil ko'rishganda, bunday olib qaraganda ular uchun bir g'ayrioddiy bo'lgan. Xo'p, ana o'sha fillar bilan Ka'bani buzishlik uchun otlanib Ka'baga yaqin kelgan vaqtda katta bir qushlar galasi armiya to'xtab turgan joyga, ya'ni armiya dam olishligi uchun o'zlarini haymalarini tuzib, hujumdan oldin ko'radigan tayyorgarliklarini ko'rishlik uchun to'xtaydi-yu. Ana shu to'xtab bir joylashgandan keyin ana shu armiyadan chiqayotgan mushuklarga, armiyadan chiqayotgan ovqatlarni yeyishlik uchun qushlarning katta galasi kelib armiya turgan joyga kelib qo'nadi. Armiyaning yoniga. Va
Shu katta qushlarning galasidagi qichishqoq kasali butun armiyaga yuqib ketadi. Shu darajada yuqadiki, hattoki ana shu fillarga ham ta'sir qiladi, otlarga ham, jonivorlarga, odamlarga ham. Ba'zi rivoyatlarda keladi, ana shu qichqoq kasalning natijasida armiyadagi askarlarning terilari oqib ketishga to'g'ri kelgan. Oqib ketgan. Va xuddi shu yo'l bilan inqirozga uchrab, bu armiya Ka'bani buzishlik uchun kelgan Abraha o'z qo'shinini olib ortga qaytib ketadi. Mana shu tarixiy voqeani Qur'oni Karimda fil egalari nomi bilan sizlar ana o'sha voqeani bilmaysizlarmi deb Alloh taolo bir mo'jiza sifatida taqdim qiladi. Agar biz aytadigan bo'lsak, logichni o'ylaydigan bo'lsak, bu qachon bo'lgan, qanaqa voqea bo'lgan deb tarixni qaraydigan bo'lsak, bu tarixda yaqqol ma'lum payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tug'ilishidan 1 yil oldin bo'lgan voqea. Va arablar bu ana shu filni ko'rganligi uchun Ka'baliklar hayratlanib bu yilni hammasi yodda saqlashgan va fil yili nomi bilan mashhur ham bo'lgan ana o'sha yil. Undan tashqari bu yerdagi bo'lgan voqealar ham ko'p rivoyatlar bilan saqlanib qolgan. Endi Qur'oni Karim ana o'sha voqeaga urg'u berib, qisqa qilib misol qilib keltiradi. Shu qushlar kelib tosh ulg'ot otdi ularga degani, ya'ni arab tilida tosh osmondan tosh yog'ildi desa, bu bir azob sifatida ishlatiladi, majoziy ma'noda. Endi qarang. Alloh subhanahu va taolo islom dinidagi olim ulamolar orqali shunday bir fatvoni, ya'ni butun islom ummati shuni bitta fatvoga ittifoq qiladi. O ittifoq shuki, bir musulmonning qoni Ka'badan afzal deyiladi. Ya'ni dushman Ka'bani ushlab turib va bir musulmonni ushlab turib, yo mana bu musulmonni qonini oqizaman, o'ldiraman yoki Ka'bani buzaman, qaysi birini tanlaysizlar desa, islom dinida musulmonning qoni tanlanadi. Ya'ni musulmonning hayotini saqlab qolishlik, musulmonning hayoti Ka'badan afzal. Bu butun musulmonlar bunga ittifoq qiladi. Endi menda savol chiqadi. Agar Alloh subhanahu va taolo shunaqa qilib osmondan shuna qushlarni og'zida toshi bilan birga yog'dirib yuborib, shu Allohni sifatlariga, Alloh taoloning hikmatli bo'lgan sifatiga yoki Alloh yaratib qo'ygan qonunlariga to'g'ri kelganda edi, Alloh subhanahu va taolo falastinlik musulmonlarga yordam berish uchun ashi qushlarni jo'natardi. Chunki u yerda juda ko'p musulmonlar vafot etib ketyapti. Alloh subhanahu va taolo agar Alloh taolo biror bir qavmga azob bersa, nima sababdan beradi? Yo ularni to'g'ri yo'lga solish uchun beradi, yoki ularni tarbiyalashlik uchun beradi, yoki ibrat uchun azob beradi va u azobni ham ibratli qilib beradi. Hozir kundagi musulmonlarga ham biz o'ylaymiz, azob bo'lyapti va bu azob Alloh taolo odamlarga azob berib Alloh taolo mazza qilmaydi, nauzubillah min zalik. Yo'q. Alloh subhanahu va taolo ibrat uchun va tarbiyalash uchun odamlarga shuna qiyinchiliklar beradi. Masalan, bir inson farzandini shapaloq uradi yoki qattiq so'kadi yoki kaltaklaydi. Nimaga? Chunki farzandini tarbiyalashni xohlaydi. To'g'ri yo'lga solishni xohlaydi. Jiddiy, ya'ni ota-onani rahmi shu narsaga taqozo qiladiki, farzandiga qattiqqo'llik bo'lishlik ba'zida. Agar farzand xato yo'lga ketayotgan bo'lsa, albatta.